Kelin? Bolalar ovozi o'sha yoqqacha eshitilyapti. Urushyapti bolalaringiz. Siz qarab qo'ysangiz bo'lmaydimi? Oyijon, bola bo'lgandan keyin urishadi-da, hozir yarashib oladi urishib. Qanaqa beparvosiz, bir narsa qilib qo'ysa-chi bir-biriga. Oyijon, oldiga shuncha o'yinchoq to'kib qo'ygan bo'lsam, o'ynab o'tirsa, shu serialni ko'rib ol, ozgina. Va serial qochmaydi. Shu bir pas tinch o'tirganni ham qo'ymaysiz-a? Kelin, men sizni dalaga olib chiqib ketmoqchi bo'layapmanmi? Men sizga gapiryapman, hurmat bormi? Sal bu joyingizda turishni bilasizmi siz? Qizim, siz yosh bola emassiz endi, telefonga qarab o'tiradigan. Ikkita bolaning onasisiz. Necha yil bo'lyapti turmushga chiqqaningizga? 7 yil nima bo'libdi shunga? O'qishni tashlaganingizda 2-kursidingiz. Dangasalik qilmasdan bitirib olsangiz bo'lardi. Men siz yoshingizda 3 ta bola bilan institutni bitirgandim. 3 ta til bilardim. Siz bo'lsa telefondan bo'shamaysiz. Oyijon, ta'na qilavermang, hadeb. Men sizga ta'na qilayotganim yo'q. Gaplarimni yaxshilab o'ylab ko'ring demoqchiman. Bolalarga qarang. Paskina telefonda serial ko'rganiga shuncha gap. Yashab bo'lmay qopti o'zi. O'chirsanlar ham